Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixining 8-mavzusi Moron nahrida arab xalifaligining o'rnatishi mavzusi bilan tanishamiz. Qadim Arabiston yarimorolida 7-asr boshlarida yagona yangi e'tiqod dini, islom dini tarqaldi. Islom so'zi bo'ysunish, itoat etish, o'zini Alloh irodasiga topshirish degan ma'nolarni anglatadi. Allohning rasuli Makka shahrida o'z harakatlarini, ya'ni targ'ibotlarni boshladi. Muhammad ibn Abdulloh 570-632-yillarda yashagan shaxs ushbu harakatga rahnamolik qiladi. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, manbalarda 571 deb. Lekin biz o'qiyotgan darsimizda 570-yil deb e'tirof etiladi. Tug'ilgan yillari, shuning uchun ham biz ham test manbalarda 570-yili to'g'ri deb e'tirof etamiz. Ushbu din e'tiqodchisining tarafdorlari musulmonlar, ya'ni muslimlar deb e'tirof etiladi. Dastlab Makka shahrida boshlangan targ'ibot Madina shahrida davom ettiriladi va Muhammad sallallohu alayhi va sallam 630-yilda arablarni yagona davlatga birlashtirishga muvaffaq bo'ladi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam vafotidan so'ng uning harakatlariga Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali kabi xalifalar uning ishini davom ettiradi. Ya'ni o'rinbosar bo'lib, uning vazifalarini davom ettiradi. Jahon dinlaridan biriga aylangan ushbu din aqidalari, huquqiy va axloqiy me'yorlari Qur'oni Karim deb e'tirof etilgan manbada o'z ifodasini topgan. Arablar ushbu dinni yoyish asnosida Misr, Suriya, Falastin, Iroq, Eron hududlarini egallagandan so'ng o'z e'tiborlarini biz yashayotgan mintaqa, O'rta Osiyo mintaqasiga e'tibor qaratadi. 651-yilda Marv shahrini egallagan arablar, jangsiz egallagan arablar Afg'onistonning shimoli, Eronning shimoli sharqi, Janubiy Turkmanistondan Amudaryogacha bo'lgan hududlarni egallaydi va ushbu hududlarni Xuroson deya e'tirof etadi va ushbu hududni boshqarishni markaz sifatida Marv shahrini tanlaydi. Ularning e'tiborida endi biz yashayotgan O'zbekiston diyori turar edi. Arablar uni Amudaryodan narigi tomonda joylashgan hudud bo'lgani uchun Moron nahr, ya'ni daryoning narigi tomoni. Ya'ni bu yerda Amudaryodan nazorat tutiladi, Amudaryodan narigi tomonda e'tirof etiladi. Aynan ushbu hududlarga dastlabki bosqinlar 654-yil Maymurga, 667-yil Chog'onyonga amalga oshirilgan va Xorazmga ham ushbu hudud jarayonda 2 marta talon-toroj urushlarini amalga oshirishgan. Dastlabki bosqinlar esa 673-yilda xalifa Muaviya Ining topshirig'i bilan Ubaydulloh ibn Ziyod rahbarligida amalga oshiriladi. Ya'ni ular Buxoro hududiga qo'shin tortadi. Poykan Romitani egallaydi. Buxoro hukmdori bilan jangda g'alaba qozongandan so'ng katta miqdorda tovon olib, yana o'z manziliga Marv tomon qaytadilar. Yo'l-yo'l aka Termizni egallashga muvaffaq bo'ladilar. 8-asr boshlarida arablar Moron nahrini egallashga jiddiy e'tibor qaratadi va ushbu jarayonga Xuroson noibi Qutayba ibn Muslim rahbar qilib tayinlanadi. Qutayba 705-yilda Balxni, 707-yilda Poykandni, 709-yilda Buxoroni, 710-yilda Naxshab va Keshni, 711-yilda Xorazmni qo'zg'olonni bostirish jarayonda uni ham o'zida itoatda saqlaydi. Keyin Xorazm qo'zg'oloni haqida ma'lumotga ega bo'la olaylik. 711-yil Xorazm shohiga qarshi, ya'ni Chog'on bo'ladi o'sha payt hukmdor, unga qarshi ukasi Xurzod qo'zg'olonni ko'taradi va Chog'on Qutaybadan yordam so'raydi. Qutayba ushbu qo'zg'olonni bostirib berish evaziga Xorazmni o'ziga itoatda tutishga muvaffaq bo'ladi va Xorazm askarlari Qutaybaning harbiy yurishlarida ishtirok eta boshlaydi. 712-yil Qutayba G'urak, ya'ni Samarqand hukmdori bilan to'qnashib, Samarqandni ham o'ziga qaram qilishga muvaffaq bo'ladi. 713-yilda Choch, ya'ni biz hozir Toshkent deb e'tirof etadigan mintaqaga qo'shin yuborib, uni ham egallab oladi. Ya'ni uning markazi arablar o'sha paytda Madinat ash-Shosh deb ham e'tirof etadi manbalarda. 715-yilda esa Farg'ona vodiysini uzil-kesil egallagan arablar Qoshg'argacha kirib borishadi. Qutayba ushbu hududni egallagandan so'ng barcha hududlarga o'z amirlarini tayinlaydi. Ammo Qutayba Sulaymon degan shaxs uning g'alimi bo'lgan, unga qarshi bo'lgan shaxs xalifa bo'lgandan so'ng unga qarshi isyon ko'taradi. Ammo arab askarlari Qutaybani o'ldirishga muvaffaq bo'ladilar. Shu asnosida Moron nahrini egallagan arablar ushbu hududda yangi boshqaruv tartibini, yerga egalikning yangicha turlarini joriy qiladilar. Ya'ni arab xalifaligida yerlarning asosiy qismi davlat tasarrufida edi va hukmdor ushbu hududlarni
egallashga, boshqarishga yordam bergan shaxslarga yerlarni iqto tartibida taqdim etib borgan. Vaqtlar o'tish mobaynida, ya'ni 8-asr mobaynida dehqonlar qo'lidagi yerlar sekin-asta arab harbiy mulkdorlari qo'liga o'tish ham ro'y bergan. To'g'ri, dehqon mulkdorlar qo'lida ham yerlar qolgan. Faqat u yerlarni dehqonlar boj to'lash evaziga o'z ixtiyorlarida saqlab qolishgan. Ushbu bosqinlar haqida, yer egaligi haqida tarixchi Narshaxiy, ya'ni 899-959 yashagan, Buxoroning Narshax shahrida tug'ilgan, Buxoro tarix asarini yozgan shaxs asardan batafsil ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Arablarning O'rta Osiyoni bosib olish haqida qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mavzuda ko'rishguncha xayr.